Assalomu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar, hammalarninki hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Bugun Sog'lom hayot programmamizningki 17-son sizlarga sunimiz programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Fatima Hasan. Bolalar bizning kelgusimiz, umidimiz. Ularninki sog'lom bo'lishi uchun ota-ona bo'g'uvchilar har vaqt qo'ldan keladigan eng yaxshi sharoitni hozirlashga tirishadi. Lekin ba'zi bir kasalliklardan saqlanmak nihoyat tez. Biz bugungi sonimizda bolalarda ko'riladigan mushu minga paraliz kasallik haqida to'xtalamiz. Bu kasallik mayli vatanda bo'lsin va yoki chet elda bo'lsin, xalqimiz ichida ko'p ko'rilayotgan va ota-onalarni umidsizlikda qoldirayotgan kasalliklardan biri. Bugun biz bu vaqtda maslahat so'rash uchun kasbiy bolalar doktorimiz Ilminur Sidiq xonimni taklif qildik. Xo'sh kelibsiz Ilminur xonim, qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganligingiz uchun ko'p rahmat. Aleyküm assalam. Ben sizlerge köp rahmet eylemen. Aldıda şu programını izcil türde görüvatkan, menfaatlanıvatkan, hem başkalarının menfaatini için yollavatkan kıyımdaşımızdan Allah razı olsun deymen. Amin. Onda olsa ben udullam sualımı kirkitay. Bizge muş en avval minga paralizi degen nima? Muş haqtada aşını bir tushuntirib o'tsangiz. Bu programımızı anlatan kıyımdaşımız şu Hemistilla bu keselmanki nerv karakterlik. Yani bütün azani kontrol kıldıgan bir azada görülatkan kesellik kelini bilelaydı. Ama bunu fakatla nerv karakterlik, nerv yallığı yakımısa nerv yoldan çatak çıkan kesellik de plan okul bir baha belki bulmaydı. Ama bir değişikliği en mühim nokta şu nerv yoldaki yani nerv sistemindeki mesele körülgen şu sebepten başka sistemlerde alametleri ifadelevatkan bir xil kesellik. Endi bu kesellik meni paralizi degan chaqda mushu kesel bo'lgan bolalar va ota-onalar bu keselni olgan zamonda bolalarda qanday alomat bo'lganini yoki bo'lmasa bolalarda qanday alomat bilan boshlanganligini biladi. Lekin bu kesel bo'lmagan ota-onalar yoki bo'lmasa bolalarda shunday kesel bo'lmagan ota-onalar bu keselni olgan zamonda bu meni paraliz degan kesel degan nima? Biz bunun qaysi nuqtadan diqqat qilsak bo'ldiki, qaysi nuqtani oldini olsak bo'lgan degan nuqtalarga diqqat qilsa, inshaalloh bugungi darsimiz xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi deb qarayman. Meni paraliz degan nima degan chaqda, meni paraliz menida ma'lum bir sabablardan ko'riladigan. Ya'ni bu meni paralizninki kelib chiqish sababini oldirmay so'zlaymiz. Meni paralizninki shu meni sistemasidagi kontrol sistemimizde ağan nervlarda mesele körülüşüyle oturuş kılgan bir xil ast karakterlik ve uzun karakterlik kesel. Tamam, rahmat. Ondan sonra şu meni paralizininki kelib chiqish sabablari bu nimadan bo'ldi? Qaysi sabablar buning sababchi bo'ldi? Mush haqda to'xtalgan bo'lsak. Meni paralizning sabablari 80-yillardan itibaren şu tadqiq qilish jarayonida köpünsü tug'ut jarayonida balaniki bosh suyunishchi bilishi balaning. Yani bizga bo'lganki balaniki uzun muddatli yig'ilmaylik degan deb qo'ydi. Oksigensiz holatda qilishi sababidan kelib chiqqan deb qaraydi. Lekin yaqinqi zamonda bu meni paralizniki qo'saqki vaqtdan tortib paydo bo'lganligini isbotlab chiqdi. Endi bu meni paralizi asosli shu meni ana hamile bulup 4 ay bo'lgandan boshlab 4 oygacha meni shakllanib bo'ldi. Balaniki meni va meni qutisi shakllanib bo'ldi. Mush 4 oy jarayonda bir narsa shu ananing ig'ir darajada zukam bo'lishi va yoki bo'lmasa yalliq xarakterlik, masalan jins yallig'i yoki suyuq yo'li yallig'i qator kasallar bilan shu dastlabki 4 oyda balaning qo'saq ichida yalliq bo'lsa, bu balaniki meni yallig'ining keltirib chiqilishiga, meni paralizini keltirib chiqishiga sabab bo'la oladi. Ikkinchisi Muşu qo'saq ko'targan onaning haddidan ziyoda oziq yetishmasligi sababli menining to'liq yetishmasligi, ya'ni meniniki sog'lom holatda shu 4 oy ichida barliq kelmasligi sababidan bu meni paraliz kelib chiqdi. Undan boshqa mushu onaninki qo'saqdagi vaqtda haddidan ziyoda 4 oy vaqtida ro'y besim uchrash o'zininki meni sistemasi yoki bo'lmasa shu ona bo'g'uchining menisidagi ma'lum bir benormal kesillikler sebebinden balının meni yetilishiga ta'sir yetkazsa, bu sebepten meni paraliz kelib chiqadiganligini isbotlaydi. Onun başka köp şu qo'saq vaqtida 2 gizek yakımsa 3 gizek balanınki bir vaqtda qo'saq qilishimiz bilan
ma'lum bir bolaning miyasi to'liq yetilgan bo'lsa, lekin boshqalarning miyasidan to'liq yetilmasligi sababidanmi, ya'ni boshqa bolalarda miya paralizi ko'rilganligi bu isbotlanib chiqdi. Undan boshqa yaqinqi zamonda urush bo'lgan rayonlarda, ya'ni mush Suriyadagi bomba etilgan yoki bizning vatanimizning Chechen rayonidami bomba sinoqi, ya'ni atom bombasi sinoqi ilib berilgan rayonlarda qursaq ko'targan ota-onalarning bolalarida miya paralizining ko'p ko'rilganligi. Buning asosida tuproqdan bo'lg'inishdan kelib chiqadiganligi isbotlandi. Undan boshqa shu yangi to'y qilgan yoshlarimizningki shu tug'ut cheklash sababli tug'ut cheklash dorilarini qalayimqa ishlatish ham shu tug'ut cheklash dorilarini ishlatish jarayonida homila bo'lib qolgan vaqtda miya paralizining kelib chiqadiganligi, ya'ni ham tutqaq kasallikni tan kelib chiqadiganligi isbotlandi. Yana ba'zilari irsiyat xarakterli. O'zininki ota-onalarda bo'lmasligi mumkin, lekin ota-onalarning ota-onalarida yoki tuqqanlarning bolalarida yoki navr tuqqanlar bo'lsa, shularni navr tuqqanlar chechish jarayonida ko'rilgan sabablar bilanmi bolaning miyasining to'liq yetilmasligi sababidan miya paralizi kelib chiqadiganligi isbotlandi. Demak, bu miya paralizining sababini ma'lum bir virus yoki ma'lum bir mikrob deb ko'rilmaydi. Har xil bayam o'tirib qo'ygan bir qancha sabablar, ya'ni yolliq deymiz, ruhiy besim deymiz, o'ziga yetishmaslik, masalan, tuproq sababli, irsiyat sababli deymiz. Undan boshqa mushu qo'saq ko'targan chaqda onaninki 4 oy, dastlabki 4-5 oy ichida qattiq tashqi zarbaga uchrash. Ya'ni bizning ko'z oldimizda bo'lgan mushu qo'saqki vaqtida bir ayol hemşirimizningki eri tarafidan qattiq shiddatga uyg'unib, tayoq yegan sababli bolasi tug'ilgan chaqda miya paralizi tug'ilganligi. Bolaninki miyasini qo'saq turib zaxmlangan. Ya'ni tashqi sabab, zaxmi sababidimi yoki qatnash voqeasi deymiz yoki bir yerlardan yiqilib tushish deymiz. Diqqat qilmagan sharoitda bolaninki mush 4 oy ichida miyasining sog'lom yetilmasligi bola tug'ilganki miya paralizininki sabab bo'lganligini so'zlab o'tdik. Buni ko'rgan qarindoshlarimizninki mushu nuqtalarga diqqat qilishni umid qilamiz. Ko'p rahmat. Haqiqatan buningki kelib chiqish sabablari nihoyat ko'pga, har jihatdan mayli ro'yi jihatdan bo'lsin, mayli normal fiziki jihatdan bo'lsin cho'qim diqqat qilishimiz kerak ekan. Undan so'ng shu miya paralizi kasalligining bosqichlari qanday bo'ldi? Mush haqda to'xtagan bo'lsak. Bu miya paralizining bosqichlari degan vaqtida hamda yaqinda shu 6 oy ichida mumkin 4 ota-ona bolalarning shu miya paralizi bo'lib qolganligini, bu bolalarga bu miya paralizini vaqtida bayqayolmaganligi to'g'risida ba'zi bir maslahatlarni qanday qilamiz deb so'ragan bo'ldi. Miya paralizi yangi tug'ilgan bu vaqt bolda miya paralizining bayqag'ili bo'lmaydi, chunki uni put-qo'li harakatga kelgan yoki so'zlash iqtidori harakatga kelgan reallikqa aylangan mazmun bo'lmaganligi uchun belgilanmaydi. Lekin miya paralizi bo'lgan bolalarningki tug'ilgan vaqtda bolaninki tapini urib yig'ildi, shunami? Shu chaqda ko'pincha bola yig'ilmay qoladi. Demak, bolaninki miyasi puti urgan mushu refleksni qabul qilib, shuni inkos qaytarolmaganligining sifati. Shuningga miya paralizi bo'lgan bolalarda tunji qatim kichik vaqt doktorga olib borsa, bolam tug'ilganda yig'ilganmi deb so'raydi. Bu bir. Ikkinchisi, tug'ilish jarayonida bolaning bosi ichib oldi yoki tug'ilish jarayonida bo'libmi o'zini tuqqan, hozir ham operatsiya tuqqanlardimi diqqat qilmagan vaqtda shu praktika doktorlarning sal qarashi bilan bola tug'ilish jarayonida onaning qo'zg'atib bosini ishish sababidami, bolada cho'yan bo'lib, miyasi oksigen yetishmasligi sababidami, miya paralizining alomati shu vaqtida %% diagnoz qo'yilgan bo'ldi. Lekin ko'pincha doktorlar ya uni ota-onasiga deydi yoki tuqqan ona ya bildi ya bilmaydi. Endi bu bosqichlar degan chaqda miya paralizi bo'lgan bolalar 40 kunlik ichida qanday ma'lum bo'ldi degan chaqda bolaning yuz ifodasi normal bo'lmaydi. 40 kunlik bolami ba'zida miyaqida kulib soladigan yoki uxlagan chaq normal pushildaydigan yoki normal yig'laydigan, ustini vaqt qarada emadigan alomatlar normal bo'ladi. Agar miya paralizi bo'lib qolsa, bir kun kechki yotadigan, ya yig'ilgani bilgilmaydigan, ya qo'saq ochgani bilgilmaydigan, bu bola nimish qo'zqashmaydiganda, nimish yig'ilmaydiganda degandek bir xildanda hayronlik bir xil tusi bo'ladi. Bu chaqda bu bolaning miyasi sog'lommi degan nuqtada doktorxonaga vaqtida olib borish kerak. Undan keyin bola 3 oylik bo'lgan vaqtida bola beshini ko'tarib tura olish kerak. Agar 3 oy bo'lib bola beshi lingiltaqda tura olmay qolib qolsa, undaqda bu bolaning miya paralizi bo'lish ehtimolini yuqoriligini isbotlaydi. 6 oylik bo'lgan vaqtida bola o'tirish kerak.
Agar normal 6 oylik bola o'ltiramasa, ha bu bola miyasi masala bor degan diagnozni qo'yish kerak. Yoki bo'lmasa bu bola nima uchun o'ltiramaydi deb doktorga berish kerak. 9 oylik bo'lgan bola normal ta'pilab minish kerak. Bir yerlarni tutib bo'lsa-mu, umlash kelgan chaqda umlashni cho'qim manchalik umlash kerak yoki umilmasi kerak degan shart yo'q. Chunki ba'zi bolalar umlaydi, ba'zi bolalar umilmaydi, mengib ketadi. Ammo shu dastlabki 3 oy, 6 oy, 9 oy bek muhim. 3 oyda cho'qim bosh ko'tarib bo'lish kerak bola. 6 oyda o'tira olish kerak. 9 oyda bola turib manga olish kerak. To'g'ri, ba'zi bolalar kechikib menishi mumkin. Lekin kechikkan bolami 6 oylik bolani o'tira olish kerak. 3 oy bo'lganda beshini ko'tara olish kerak. Beshini normal ko'tarib tura olish kerak. Endi biz bu yerda ota-onalarga da'vatimiz, biz tibbiydan dars o'tmaymiz dedik bularga. Faqat bolalarga bu alomatni bilib, bu alomatlar orqali azroq bir narsani his qilib, uni doktorning oldiga berish kerak. Endi kasallik bosqichlari kelgan chaqda, men bu hozir alomatlarga asosan siz uyda o'tirib, bir ota-ona bo'g'uchi doktorlik salohiyati ega bo'lib, bolangiz menda ahvolga meni paraliz ekan deb diagnoz qo'ying demoqchi emas. Lekin bir ona bo'g'uchi, ha, to'xta, mening bolam tug'ilgan chaqda tuzak yig'lamaydi. Yoki bo'lmasa 40 kunlik ichida tuzak inmaydi, yoki yig'ilg'ini belgilab bo'lmaydi. Hatto ba'zi bolalarniki cho'ng kichik tarafimi normal bo'lmaydi. Masalan, kunlab taraf kelmaydigan ahvollar bo'ladi. Ananki shu bizningki vatanda ko'pincha yez taraflarda qanday deb bilmadim, ammo shahar taraflarda, bo'lma Turkiyada tug'ilgan bolani oylik qarorlik holda doktorxonaga olib borib kuzatib, vaksina vaqtida urg'izib, vaksinadan o'ziniki sog'liq o'chog'iniki doktorlarga bolalarni tekshiradigan shinoyat umumlashgan ekan. Agar bunday ish umumlashsa, bolada qanday alomat bo'layotdi, normalmi, normal emasmi, buni doktorlar o'zi baho beradi. Bu orqali bolalarga diagnoz qo'ya oladi. Endi bu meni paralizhniki bosqichlari degan chaqda men hozir bolalarga kasalga diagnoz qo'yish bosqichini so'zildim. Endi buni ig'irlik bosqichi qanday bo'ldi degan chaqda, masalan, sizning bolangiz meni paraliz kelgan siz bildingiz. Endi buni qanday qilma, bu agar buni davolasam qanday bo'ldi, davolatmasam qanday bo'ldi? Buning bosqichlari o'zgarish bo'lamdi degan nuqta kelgan chaqda, biz kendiki bu bolalarni o'sha davolash bosqichiga kelgan chaqda, ya'ni bu kasallik bosqichining taraqqiyoti bilan davolash bosqichining taraqqiyoti 10 tanasi bo'lmagan sharoitda qanday alomatlar kelib chiqadiganligini biz keyin yana tafsilli so'zlaymiz. Meni hozir bir ota-ona bo'g'uchining bolaning meni paralizhiga diagnoz qo'yishi uchun dastlabda tug'ilgan vaqtdan e'tiboran bolaning yig'isi, normal kulkisi, bolaning emishi, bolaning uyqusi ve bolanınki ma'lum bir ifodalarni, masalan, qip-qizil sharni 20 kunlik bola ko'rsatsa, ko'zining qarchug'ida harakat bo'ladi. 40 kunlik bola sharni qayoq yo'tkizsa, shu sharga qarab beshini yo'tkalaydi. Agar mushu harakatlarda bolangizda benormal yoki hech qanday sezim yo'q holati bo'lsa, bir ona bo'g'uchining bu bolaning miyasi normalmi, emasmi degan nuqtada iznib doktorxonaga berishni tavsiya qilaman. Menimcha bo'lsa, bir ota-ona bo'g'uchi mushu nuqtada diqqat qilsa, qolganini doktorlar bunun yardımcılık diagnoz koyup beralaydı. Men bu yerda manda tekshirish qilish kerak yoki manda uzmanlarni manda gapga diqqat qilish kerak deb bir mo'j narsani desam, bu yarim sonlik programmada ota-onalarga hech qanday manfaati bo'lmaydi. Faqat bolangiz tug'ilgandan keyin yig'ilishi, uyqusi, emishi va chiroy ifodasi. Mana shular orqali siz bolangizning menga paralish boyligiga baho bera olasiz. Uningdan boshqa ikkinchi bosqichda 3 oylik bo'lganda bosh ko'tirishi, 6 oylik bo'lganda o'ltira olishi, 9 oylik bo'lganda bolaniki normal mengişi asligidek normal balgidek bulanmay qolsa, ha bu bolamni masala bor deb doktorxonaga olsangiz, bu meni paralizhga dastlabki asosda diagnoz qo'yishingizga yordamchi bo'la oladi deb qarayman. Ko'p rahmat. Haqiqatan bak diqqat qilishga tegishli masalalar ekan. Unda o'zimda shu meni paralizhini davolash usullari, andan keyin bu kasal tamoman tubdan saqayt qilib bo'lamdi bu kasalni. Qanday usullarda davolaydi, davolash bosqichlari qanday bo'ldi degandek mush nemisda to'xtalgan bo'lsak. Bo'ldi. Ota-onalar bu kasalni bolasi shunday kasal bo'lgandan keyin birinchi bo'lib bu kasalga nisbatan agar mushta bir meni paraliz va bir ona hozir men bu darsimni olgan bo'lsa, men avval bola uchun emas, şu balaning ota-onasi uchun gap qilaman. Agar sizning balangizga meni paraliz deb diagnoz qo'ygan bo'lsa, siz balangizni davolab, normal bolalardek qatoriga akilishga irodangiz bo'lsa, yoki bo'lmasa shu balani meni paralizhni diagnoz qo'ygandan e'tiboran
qo'lingizdan kelishicha, imkoniyatingizga yor berishcha shu bolani davolab, bizning hayotini bir davom qilgan, bizningki xarob qolmas ekan yoki urug' tuqqanlar tashlanib qolmas ekan degan bir qayg'u hasrati bo'ladi. Menga paralish bo'lgan bolaninki boladan battarroq. Chunki bola paralish bo'lganlik uchun o'ziga turmushning besimi, bundan keyingi hayotning besimi, o'zidagi bo'layotgan kasallikni balkim bilmay o'tib ketishi mumkin bola. Bu yerda bu davolash masalasida men birinchi bo'lib ota-onaning o'zining ruhiy psixik holatini saqlashini tavsiya qilaman. Endi bizniki masalan ishlayotgan vaqtlarimizda shunda ota-onalar keladi. Mayli Xitoy kasallar bo'lsin, mayli Uyg'ur kasallar bo'lsin keladi. Ammo bu menga paralishga deb diagnoz qo'ygandan keyin birinchi bo'lib kasal bo'lib qoldigini shu bolaning ota-onasi. Ha, bu bolam saqaymaydi ekan, yoki bu bola mushundaq o'tib ketadi ekanda, bolaning ota-onasining miyasiga noit ta'sir qilgan sabablikdan ana bo'g'ichi, bo'libmi ana bo'g'ichi o'zining normal psixikasini, normal turmush hayotini davom qilolmaydi. Men bu yerda masalan, sizning bolangiz 40 kunlik ichida bolangizda shu paralish holatini bayqagan bo'lsangiz, men paralishchi. Siz mening bolam men paralish ekan deb har vaqt yig'lab, qayg'uga tushib, o'zingiz tamoqni vaqtida yemay, bunda qilsangiz, birinchidan bolangizningki davolanishiga zo'r darajada ziyon uchratgan bo'lasiz. Nima uchun deb so'rasangiz, chunki siz ruhiy kayfiyatingizni to'g'ri alat kontrol qilmasangiz, o'zingizga yemeklikka to'g'ri qarorda yeb, o'zingizningki salomatligiga diqqat qilmagan sharoitda birinchi bo'lib emitayotgan bolangizning emitishini mahrum qo'yasiz. Chunki sizdan sut chiqmaydi. Xo'sh. Bu kayfiyat bilan sut chiqmaganlik uchun bolangizningki shu ko'pincha tadqiqotlar qilgan chaqda 2 yoshgacha bo'lgan bolalarningki menga paralishga diagnoz qo'yilsa, bularning davolashidagi eng önemli, eng muhim usul onaning bolani vaqt qarorda emitishi deb isbotlab chiqibdi. Xo'sh. Mana qarang. Vaqt qaror nimishqa unday deyotgansa, birinchisi bola emish jarayonida, chunki bu vaqt bola ortiq harakat qilolmaydi. Siz uni ortiq harakat qildira olmaysiz ham. Bu sharoitda siz bolani kuniga eng oz degan chaqda, faqat emitmadim degan chaqda 6 qitim emitishingiz kerak. Bo'lmasa bolani 2 soat bir ya 1 soat bir emitib turishingiz kerak. Bunday qilish orqali bolaninki emish refleksi normal holat davom qilgan chaqda bu refleks bolaning miyasiga ta'sir qilish bilan birga bolani g'idiqlab miyasini, bolaning miyasidagi paralishning o'ng'ishilishiga turtki bo'la oladi. Xo'sh. Agar yaqinda bir odam bilan ko'rishdan mening bolamga shunday diagnoz qo'yilgandan keyin shuni anglab, men og'rib ketib, bolam chiqmay, bolam shuning bilan Chiqtaygacha emmedi. Keyin 2 yoshdan keyin doktorga borsa, agar sening bolaning miyasida qonag'ash sababli, tug'ish jarayonida qonat sababli paraliz bo'lsa, agar sen bolangni 2 yosh to'liq emizmasan, bu kasal tatbiqi saqlayapti degan gap. Bu ayol shunchalik pushmon qildi. Demak, yerda men nima demoqchi? Buni anglagandan keyin ana-o'g'chi cho'qim üzüldü. Ko'ngli yerim bo'ladi. Bir bolaning sog'lom dunyo kamasligi bir ota-ona uchun moddiy va ma'naviy jihatdan zo'r besim. Ama bu bizim size geldi, bu imtihan size geldi, bu sınav size geldi. Siz bunu to'g'ri qaramasangiz, bolangizni texmi eg'irlashib ketishiga, hatto saqaymasligiga sababchi siz bo'ldi ekansiz. Masalan, osh ayolga nima uchun sizda sut chiqmagan bo'lsa, boshqa sut chiqayotganlar bor, bir bolangizni emitmadingiz. Boshqa bir emildash ani topsangiz bo'ladi, pul berib bo'lsinmi? Hozir siz necha pul xarjlayapsiz mana har kunlik davolashga desa, shu chaqda boshqalarga deyishni xijli bo'ldim deydi. Endi bu yerda bir ana o'quvchining agar sizning bolangiz miya paraliz bo'lib qolsa, agar sizning bir miyib bolangiz bo'lib qolsa, bu siz uchun sizning jinoyatingiz emas. Bu bir nomus qildigan yoki boshqalardan paraliz bolangizni yushirdigan yoki o'zingizni oshda bir holat qilib qolganligini nomus qildigan yoki bo'lmasa o'zingiz xijli bo'ldigan bir ish emas. Bu bir musulmonga nisbatan masalan endi diniy e'tiqod yo'q odamlarga buni tushuntirmak tez. Bir musulmon onaga nisbatan, otaga nisbatan bolangizni shunday bo'lib qolishi siz uchun bir cho'ng imtihon. Agarda diniy nuqtadan esa sizning bolangizning shunday paraliz bo'lib qolishi sababli agar oxiratda mush bolangizni hech qanday savol so'raqsiz, hech qanday gunoh masiyatsiz holda oxiratga kelishni o'ylasangiz, bu uchun katta ne'mat. Men bu yerda tibbiy doktorlik qilish salohiyatim bilan garchi bu gapni qilishim bu yerda to'g'ri bo'lmasa-mu, lekin bir ona bo'g'ichi, ota-ona bo'g'ichiga nisbatan zo'r bir tasalli bo'ladigan gapning bu diniy nuqtadagi gap ekanligini bilaman. Ham agar sizning bolangiz miya paraliz deb diagnoz qo'ygan bo'lsa, biz doktorlar deydi, yaqinda
muş 2050 yılga bağıcı varaqda yeşil hücre köçürüş sababli paralish bo'lgan bolalarni tüptün saqay qilib bo'ldi deb shu fikrni chet elda o'tirib qo'yibdi. Lekin bu miya hücresini undaylik operatsiya qilish orqali davolagan bolaning hozircha birisi yo'q ekan. Endi unday sharoitda belki nurg'un ota-onalar internetdan araştırışı mumkin. Bu bola saqaymamdi, saqaymamdi. Palonchining bolasi mushtab qolibdi, saqaymabdi. Pistonchining bolasi mundab qolibdi, saqaymabdi deb ko'chadagi paranglar yoki jamiyatga bo'lgan paranglar bilanla siz bolangizning bu kasalning saqayishiga umid uzsangiz bo'lmaydi. Chunki har qanday kasalga ma'lum doktorninki kuchi yetmasa, yoki bo'lmasa sizning kuchingiz yetmasa, yaratgan egimizning kuchi cho'qim yetadi. Meningcha mening demoqchi bo'lganim, menga paralish bo'lgan ota-ona birinchi bo'lib o'zining ruhiy kayfiyatini saqlam, irodasini mustahkam, umidini kesmgan holatda davolash berish kerak. Endi siz bunday dedingiz, biz bolalarimiz doktorga olib baqdik, fizikalik davolash qilib baqdik, dori berib baqdik, bolamizda unum ko'rilmadi degan ota-onalarmi ko'p bo'ldi. Lekin men ishonamanki, bu menga paralishni davolatayotgan ota-onalarning %99% davolashni izchil va astoydil holda yapmaydi. Neymiş uchun desangiz, chunki men paralish degan diagnoz qo'ygan bolaga bir doktorning olib borsangiz, ma'lum bir doktor, men ota-onalar hayron. Palonchining pistonchi doktor bunda diagnoz qo'ygandi, bunda dori bergandi, u dorini kuniga manda ko'payish degandi. Bu kichikgina bolaga munchik dori beram dema deb dorini to'xtatdim. Masalan, yana bir doktor var deganda, uni inaga olsam, u palonchi dorini ketib bergandi. O doğru bir baksam hiç kadar ölüm bulmadı, onu mu toxtavatdim. Menen demek olan gapim, bu kasalga diagnoz qo'yilib bo'lgankin, bir doktor sizning kasalingiz diagnoz qo'yib, tibbiy jihatdan ximiyalik dori beradi. O'zingiz doktor bo'lgan holatda xohlagan to'xtab, xohlaganni bermaysiz. Shu doktorning degan qoidasiga uyishingiz kerak. Birinchidan. Ikkinchisi, bu bolangizni faqat dori bilanla bo'ldi qilmasdan fizikalik davolash qapirsiz. Ha, fizikalik davolash apagandiki buni bilan to'xtab qolmaysiz. Psixikalik davolash qapirsiz. Psixikalik davolash apirib bo'lganki bolangizni sotsial hayotda normal odamlar bilan, normal bolalar bilan aralashtiradigan bir sotsial yashash hayotiga moslashtirsiz. Bu aytmoqchi bo'lgan gapim, menga paralishni ota-ona hozir anglagandiki, ha, doktor ma dorini berdi, men bu dorini mana bersam 5 yilgacha dori berdi ba'zi bolalarga. Ba'zi bolalar balki bir umr dori yeyishi mumkin. Endi bu menga paralish operatsiya qilib orqali saqat qilib bo'lamdi. Masalan, ma'lum bir puti ishlamasa yoki qo'li ishlamasa deganda uning bo'ladi. Lekin u 5 yoshdan burun hech qanday bolani operatsiya qilmaydi. Ammo 5 yoshdan burungi davolashda siz masalan bolangizni qancha boldir menga paralishni bayqasangiz, 2 yoshgacha bolani to'liq emitishingiz kerak, 5 yoshgacha doktorning degan tartibi bo'yicha dorisini berishingiz kerak, ham fizikalik davolash berishingiz kerak. Tamam, bolangiz 7 yosh kirdi, 14 yosh kirdi, ananki balangizga psixikalik davolash berishingiz kerak. Chunki balangiz 14 yosh kirgandan keyin bu sotsial hayotda o'zining atrof kishilarga alishadi. O chaqda o'ziman kasal deb numus qilgan yoki o'zini chetga oladigan nurg'un ishlar yo'liqidi. Bu jarayonda balangizni psixikalik davolash berishingiz kerak. Ham balangizni bu kasal balamti deb uydan talab chiqmay so'lab baqadigan emas, normal bola bilan normal hayotni kechiradigan holatda ashlarga moslashtirishingiz kerak. Ham bu mushunda bolasi va otalar qo'lim qo'shnilarning bolalarga yoki ota-onalarga bu bolasini orig'i ilishni, bu bolasiga har vaqt ko'rgancha go'zal gaplarni qilishni, shu bolalarning o'zining atrofidagi o'ynayotgan bolalarning yordamchi bo'lishini tavsiya qilish kerak, ham o'tinish kerak. Chunki u bola jamiyat tarafdan chetga qilmaslik kerak. Men endi bu yerda faqat bu vaqt bolalarniki menga paralishni davolashi yoki bo'lmasa o'smir bolalarniki emas, bir bola menga paralish bo'lsa, umrning oxirigacha saqamay qilib qolsa, lekin bu umrning oxirigacha qanday hayot berish kerak, qanday yashash kerak, qanday davolash kerak degan nuqta to'xtalyapman. Chunki bu yerda u bola, masalan, Xanzularda, Xitoylarda bunda bolalar o'qib ko'pis bolalarni o'ldirib yetadi. Ya o'qilsib o'ldirib yetadi, ya tashlab yetadi, ya o'zlari bo'g'ib o'ldirib yetadi. Bundan jiq ko'ramiz. Ammo biz bir musulmon bo'larak va Uyg'urlarda bu bolalarni biz umrimizning oxirigacha boqamiz. Buning uchun men hozir degandek tibbiy davolash, psixikalik davolash, fizikalik davolash hem sosyal hayatga moslashtirish jihatiga davolashlarga ahamiyat berishimiz kerak. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bir ota-ona bo'lish sifatimiz bilan bu xil kasallikka uchragan vaqtimizda diqqat qilishga tegishli nurg'unlagan masalalar bor ekan.
Eng başta aytib o'tganingizda kayfiyat bu kasallar emas, boshqa har qanday bir kasalda doktorxonaga borsa, eng avval yaxshi aram al, kayfiyatingni yaxshila, chunki kayfiyating yaxshi bo'lgan asosda cho'qim bu kasalni yengalaysa degan gapni qilib aytib o'tdi. Haqiqatan buni bek diqqat qilishimiz kerak ekan. Endi shu kasalninki mohiyatini ozroq tushunib o'tdik. Bu menga paraliz kasali bo'lib qolgandan keyin bu kasal bolalarda boshqa ergashma kasalliklarni paydo qilamdi, ya'ni mushkul ahvollar yuz beramdi yoki bergan ahvollar bormi degandek mush haqda to'xtalgan bo'lsak. Bu nihoyat yaxshi savol. Chunki menga paraliz bo'lgan kasallarda atalar mening bolam menga paraliz ekan debla yo'g'on bir qalpoqni kiygizib oldi. Menga paraliz degan sizning miyangizning hamma yeri paraliz degan gap emas. Ma'lum bir nerv sistemasi yoki ma'lum bir bo'lgisi yoki ma'lum bir qismi. Ammo miya degani butun hamma yeri ishlaydi. Bir inson miyasini to'p-to'liq ishlatsa, ko'pincha normal insonlar ora 4% o'rnini ishlatalaydi. Qolgan o'rnini ishlatib qo'yamay o'ylab qolgan insonlar ko'p ko'rmang. Endi men atalar deyman. Siz deysizki, mening bolam menga paraliz qo'ldan bir ish kelmaydi, davolig'im bilan beka, normal hayot yashamaydi, normal o'qiyamaydi, normal bunda nima xizmat qilolmaydi deb o'ylaymiz. Lekin ash menga paraliz bo'lgan bolaning yana biz o'ylamagan bir iqtidori bo'lishi mumkin. Buni biz e'tirof qilishimiz kerak. Ba'zi atalar deydi, mening bolam menga paraliz deb ash bolaning davolashiga nurg'un jihatdan bay qo'yib o'tadi. Agar sizning bolangiz menga paraliz bo'lmagan normal bir bola bo'lsa-mo, balki shu bolangiz ya yaxshi o'qimasligi mumkin, ya ma'lum bir iqtidori bo'lmasligi mumkin. Menga paraliz bo'lmagan taqdirdami hayotiy bir paraliz holati o'tishi mumkin. Ammo siz shu bolada umidingizni kesmay, aşı davolagan chaqda bu bolaning ma'lum bir iqtidorlarni qozona olasiz. Hargizmi menga paraliz bo'lgan bola bütün egashim kasalliklarni keltirib chiqardi deyilmaydi. Lekin shu paraliz bo'lgan qism, mesela mening qaysi qismida, mesela nafas yo'liga ta'sir qiladigan qismidami, yurak yo'liga ta'sir qiladigan qismidami yoki putqo'ning harakatiga ta'sir qiladigan qismidami, mushu taraflarda aniq diagnoz qo'yilishi kerak. Agar mesela menga ma'lum nerv qo'ldagi harakatni koddan chiqaradigan bo'lib qolsa, buni fizikalik, psixikalik va tibbiy davolash bilan birga bu bolaning sotsial hayotda shu qo'lidagi harakatga mos keladigan yoki mesela qo'li ishlamay qolib qolsa, putig'i mos keladigan, putig'i ishlamay qolib qolsa, qo'lig'i mos keladigan mushunda bir iqtidorga ega holatdagi ma'lum bir kasb yoki xizmat yoki mesela o'qishlarga bolani qiziqtirish kerak. Mening bolam menga paraliz qoldi debla, uni butun boshqa egashma kasallar chiqadigan ish yo'q yoki mesela menga paraliz bo'lgan bolalar to'xtamay zukam bo'ldigan yoki to'xtamay og'rib qoldigan ish yo'q. Menga paraliz bo'lgan bilan yangidan kunda agar davomli bo'lsa, masalan, o'tiramagan bola o'tiralaydigan bo'ldi, ma'malaydigan bola ma'laydigan bo'ldi, bishni ko'tarmaydigan bo'lsa, ko'taralaydigan bo'ldi. Lekin bir kunda bo'lmaydi bu kasallar. Lekin siz ashuni davolatmay tashlab qo'ysangiz yoki ma'lum bir davolashni qilib, ma'lum bir davolashni qilmasangiz, bu bolada boshqa ig'irlab ketadigan alomatlar, egashim kasalliklar chiqishi mumkin. Ammo buningda meni hozir davatga yerim, menga paraliz meni so'ragan ota-onalarim shuni deyman. Bu ma'lum bir doktorning berib qo'ygan tableti bilan yoki mesela sizning berib qo'ygan 2-3 qitim berib qo'ygan fizik davolash bilan emas, o'zingiz psixikalik jihatdan normal davolashingiz, bolangizning ham tibbiy, ham psixika, ham fizika, ham sotsial hayotda davolashga ahamiyat berishingiz kerak. Bunda bo'lgan chaqda bolangizda egashma kasallik ko'maysiz, bolangizda kundan-kunga yaxshilanishini ko'rsiz. Ham siz bir ona bo'g'ichi, men ba'zi bir onalarda his qilaman, uyda 5 bola bo'lsa, bir bolasi paraliz bo'lsa, u bolasini butunlay umidini uzib yetadigan. U bolasiga voy bo'ldilarmi, shu qo'sqini bekib qo'ysa, mendan bir gap bo'lar deydigan, bunda umidsolat emas. To'xta, buning miyasidan ma'lum bir qismi paraliz, qolgan qismi saq bo'lishi mumkin. Men bu saq qismi harakat qilay desangiz, kim bildi, balkim saq bolalaringizdan yaxshi bir natija qozonadigan bir danglik bir shaxs bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun umidni qat'iy kesishga bo'lmaydi deb qarayman. Bu egashma kasallikning chiqmasligi sizning davolashingizga, izchilligingizga bog'liq. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bu yerda eng muhimi shu ana bo'g'uvchilardan irodalik, kuchlik, anadagi izchillikni davomlashtirish talab qilindi ekan. Endi buni oldidagi qismlarda shu qaysi ahvollarga diqqat qilish haqida tushuncha berdingiz. Shunda bo'lsa, oxirida mencha yana ta'kidlashdanki foydasi bor deb o'ylayman. Shu oxir qismida shu menga paralizchininki oldini olish uchun nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Bir ota-ona bo'lish sifatimiz bilan bu vaqtdagi bizning ustimizga tushgan vazifalarimiz nima? Shu haqida to'xtalgan bo'lsak. Hadi har qanday bir kasallik o'zigidanla tuyuqsiz paydo bo'lib qolmaydi. Meni bayam degandek, shu qo'saq ko'tarishdan burun, shu odatda Xitoyda ishlayotgan vaqtimizda
yesem bilen vitamin B12'ni mesela işkil balına miyası payda işkil vitamini qo'saq ko'tarishdan 6 ay burun berdi eng qisqa vaqtda. Ba'zilar 2 yil burun ichidi. Mushu cho'qim balana miyasi paylik vitamini avval qo'llanish kerak. Ondan keyin hamile bo'lishdan burun cho'qim normal kayfiyatni, normal ruhiy holatni saqlash kerak. Chunki dastlabki 4 ay bir ona uchun sezik vaqti. Tamoqni yaxshi yeyisi kelmaydigan, kayfiyat yaxshimaydigan bu mezgil, mushu mezgilda voy yigim kamida, qixim kamida, atkim kamida emas, bola uchun to'xta. Dastlabki 4 oyda yurak shakllanadi ekan, böbrek nima, miya shakllanadi ekan, men bular nimalarga diqqat qilishim kerak deb, qo'saq masalan bola bo'lishdan burun bularni o'ylash kerak. Masalan, shu buni o'ylash kerak. Yana birisiga hozir korona mezgilida qo'saq ko'tarmoqchi bo'lgan yoshlar bu vaksina uzdurulması kerak. Mesela vaksini urdurup mesela qo'saq qilib qolgan chaqda endi urdurup qilib qolsa uni endi Alloh tavakkul qilmay amal yo'q. Agar uni qilib qolmagan sharoitda amal va vaksini urg'izmaslik kerak. Andan keyin mushu ko'pincha vaqtda mushu onasi korona bo'lib qolsa bolasini emitmaslik kerak deydi doktorlar. Chunki bolaga shu korona mikrobni o'tmasligi uchun. Lekin emitman deganlik sizni cho'qim bir umr emitman deganlik emas. 2 hafta emitman degan gap. Shu 2 haftacha siz sutingizni sig'ib davom qilib 2 haftadan keyin bolani yana to'liq emitishga ehmiyet verişiniz gerek. Bu 2 yaştan burun imiş, balanın bütün fiziklik hareketiga, psixik hareketiga çok ta'sir ko'rsatadi. Ondan başka şu yaşayotgan muhitingiz, yaşayotgan sharoitingiz agar shu balaniki miyasini normal yetilishiga yaxshi bo'lmay qolsa, u yerda yutkilish kerak. Masalan, hamda bizning vatanda biz keyin bildikmi, Chechen rayonida atom bombasini sinab qilgan bir ayolniki 9 bolasiniki hammasi paraliz tug'ilgan. Keyin bu ayol shu yerniki fuqqaniki u yerda yutkalgan. Hem de bunun için hem de bizim hozir Türkiye'de qanday yerlarda yashayapmiz hammamizga ma'lum. Shunga qarata yana diqqat qilgan ama shu tuproq masalasini bek muhim. Agar ersiyetingizda urug' tuqqanlaringizda mushuna bir kasal borligini bilsangiz, avval doktor bilan buni bilan ko'rishib, buni qanday oldini olamiz, buni qanday dorilarni ishlatamiz yoki qaysiliklar diqqat qilsa bo'ladi deb, mushuna maxsus mush kasalga oid doktorlardan fikr olish kerak deb qarayman. Chunki men ham bolalar doktori bo'lib ishlash jarayonida hamma bo'limda ishlaganim uchun maxsus miya paraliz bo'limida ishlab boqmadim, lekin u bo'limda ishlaganimda uzun ishlamadim. Bu yerda tajribam mo'l, hammani men sizlarga maslahat bera olaman demayman. Lekin Türkiye'de bu miya paralizi to'g'risidagi izlanish nihoyat yuqori ekan. Men bu kasalga tayyor qilish jarayonida bildim. Türkiye'de miya paralizi bo'lgan bolalar %2% egallayotgan. Bu oson emas. 100 bola ichida 2 bola paraliz degan gap. Masalan, bir jamiyatda 2 bola, 100 bola ichida 2 bola bir keraksiz bolaga aylanadi degan gap. Ama şu noktada Türkiye'nin izlenişine ait yaxşıken, şu jihatdami şu doktorlar bilan, şu uzmanlar bilan bir izleniş etmoqchi bo'ldi deb qarayman. Menimcha bo'lganda yana şu qo'saqda, qolgan vaqtda moddiy va ma'naviy jihatdagi siqintilar va ikkinchisi o'zining ruhiy kayfiyati, shu jihatlarga ota-ona diqqat qilish kerak deb qarayman. Ana keyin bizde ayollar ko'p uchraydigan, shu qo'saq tashlab qoldi, ig'ir narsalarni ko'tarib qoldigan yoki qon kelib to'xtamaydigan, ba'zida qo'saq ko'tarib turib, hayz keladigan ahvollar bor. Mushu sharoitnimi bolada miya qanash kelib chiqadi. Mushuni vaqtida doktorxonaga berib, vaqtida davolash kerak. Agar unda bo'lmagan chaqda bolalar qo'saqni ichida yalliq bo'ldi. Endi bu miya paralizi oldinlashgan chaqda biz onagilik gap qilyapmiz. Bu yerda ota-ona mas'uliyati bor. Ota-ona mas'uliyati var. Dastlab 4 oyda araylik munosabatga diqqat qilish kerak. Bolaning yetilish jarayonida ayol kishiga ko'ngil bo'lish kerak. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bo'lsin, ayol kishininki sog'lom bir bola dunyoga keltirish uchun er kishining o'ziga tegishli majburiyat mas'uliyatini o'tish kerak deb qarayman. Chunki bu bola har ikkisining bolasi. Unda bo'lganda bu onaning kayfiyatini yaxshi bo'lishi, bir oilaning bolaning kayfiyati yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun otalarmi bolaning sog'lom mustaqil tug'ilishi uchun o'zini kelishini kerak. Köpten köp rahmet, nayeti yaxşı bir program oldu. Hakikaten nayeti menfaatlik bir məsləhətlərini bədiniz. Bir ata-ana buluş sübütümüz bilen balınınki sağlam buluş üçün her zaman bütkül aşı balınınki hareketlerden bolsun, hatta özünüzme etip ötdüğünüz emişiden, külüşügece, jığısıqa kadar hemmisiga izchil şekilde kontrol qilib turib balınınki ahvalını bilip duruş gerekligini, bu xil ahvallar uçurgan vaqtida ana boğucuning mayli dada boğucuning mas'uliyatini üstüge elip turib izchillik bilan mush balınınki saqlash uchun kuch ketishini degandek mush xil maslahatlarni, yaxshi maslahatlarni berdingiz. Vaqt münasebeti bilan programmamizni oxirlashtirgan bo'lib qoldik. Bugungi programmamiz uchun oxirida bir gapni deyishni to'g'ri topdim. Hamda shu ko'pincha otalar bu bolani davolash jarayonida iqtisodiyatdan qiynaladi. Nurg'un otalar bilan kurashdan iqtisodiyatdan qiynaladi. Chunki fiziklik davolashga nurg'un iqtisod ketadi.
Doğrular davalaş ketmeyemler, fiziklik davalaş ketidu. Eğer de muş balamni çokum ben davalap sakaytattım dese, muş fiziklik davalaş orunlarga dilekçi izlep, muş özümüz emel ihvalde anlatsak, muş da iqtisadiyatin itibar berdiganligi. Eğer de yak meni fakat iqtisadim yer bermaydi dese, şu fiziklik davalashni ata-onasi alat bu ayol amal va uyini bilib, amal va uyida davom qilish. Mesela mana bir asboblarni to'liq aplamsaqmi, shuna yaqin kelgan asboblarla to'liq davom qilishni ijro qilish kerak deb qarayman. Chunki fiziklik davolash muskullarning harakatining normal asliga kelishiga cho'ng yordam bo'ladi. Buning uchun men dori beryapman deb bu dorini islamasligimiz kerak. Yana birisiga ota-onalarga deydiganim, siz ota-onalik majburiyatingizni ado qiling, hargiz doktor bo'lmang. Ha, ma dorini 4 tamir qismini bering deganda jiqib ketdi deb bermadim. Yoki bo'lmasa 2 tamir qismini bering deganda ozib qoldi deb qetib qo'ydim deb xohlagan dori berib, xohlagan to'xtadigan, xohlagan ish kizdigan, xohlagan qo'yib qo'ydigan ish bo'lmasin. Chuqur moslashishingiz kerak. Chunki siz doktorning degan gapini anglamay, o'z oldingizga shunda davolashni qalayotgan qilsangiz, balangizga mas'uliyatsiz qilgan bo'lsangiz, buniki dunyo oxirati chuqur so'rg'i bo'ldi. Chunki bola bizning qilayotgan ishimizni bilmaydi. Lekin biz bu ishniki qilayotgan ishimizdan qilayotgan bu davolashimizniki kimning bildigan bilmaydiganligini yoki bo'lmasa bani bir odamni ko'rish ko'rmasi muhim emas. Ammo mas'uliyat nuqtasidan eng avval Xudoyimdan buningda shifolik tilasak, yana bir davolashni izchil qilsak, biz qo'limizda bor imkonlar hammani chiqarib bo'lsak, cho'qim biz o'ylamagan bir mo'jizni Alloh taolo oldimizga chiqib berdi deb o'ylayman. Chunki bu holatda bolalarni mushta saqaytib davolag'ab, keyingilikda bolasi boshqa jihatdan bir iqtidor qozongan ota-onalar ham ko'p. Buning uchun ota-onalar deydiganim, bu davolashga bir najini o'zingizning kayfiyatini sog'lom tutishingiz kerak, ikkinchidan davolashni izchil berishingiz kerak, yana birisiga hargizmi bel qo'yib etmasingiz kerak. Bundan bo'lgan chog'da chuqur bolangizga bir natija ko'rasiz. Ko'p rahmat. Haqiqatan yani meniki ortiq gap qilishimdan keyin hech hojati qolmadi. Chunki shu boshdan oyoq nihoyatda tafsiliy bir shaklda yaxshi tushundirish berdingiz. Programmamizni qaytlab barqitim xalqimiz uchun mushtaq yaxshi fursatlarni sunib berayotganingiz uchun sizga alohida rahmat aytamiz. Ko'rmanlarimizga ko'p rahmat aytamiz. Hurmatli ko'rmanlar, vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oyoqlashtirish oldi turyapmiz. Haqiqatan ota-ona bo'lish sifatimiz bilan bizning mas'uliyatimiz har qitimliq programmamizda buni tushuntirib, qayta ta'kidlab kelyapmiz. Bizning mas'uliyatimiz haqiqatan bak og'ir. Agar ki mushu bolalarimizni vatanimiz uchun, o'zimiz uchun, o'zining kelgusi uchun yaramliq, yaxshi, sog'lom bir farzand bo'lib yetishi uchun har vaqt biz tirishishimiz kerak ekan. Undan sonra programmamiz haqida har qanday talab fikringlar bo'lsa, yana talab fikr qismiga yozib qo'ysanglar, tuvanchilik bilan qabul qilamiz. Sahna orqasida turib xizmat qilayotgan sabdoshlarimga ularga alohida ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh kelarki sonda ko'rishgacha o'zinglarni asranglar, hammalarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.